Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, farzandlarimiz. Tumanimizda xususiy maktab asl smartum o'quvchilari 2-sinf o'quvchisi respublika ko'rik tanlovlarida olimpiadada qatnashib, nufuzli o'rin egallagan ekan. Farzandlarimizni shu quvonchina sherik bo'lib taqdirlash bo'yicha yig'ilib turibmiz. Ota-onangiz orzu qilgan farzandlar bo'lib yetishinglar. Buning uchun davlatimiz tomonidan, hurmatli prezidentimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar, imkoniyatlar yetarli. Irina Respublika matematika va ingliz tili olimpiadasi final bosqichi, ingliz tili fanidan respublika bosqichi birinchi o'rinni egallagan munosabati bilan Rahmatullayev Saidakbar Xayrulla o'g'lini Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'limi hokimiyati tomonidan taqdirlaymiz. Bolam tabriklaymiz. O'qishlaringda omad. Xudo xolasa dunyoning top 10 talik universitetiga kirgan vaqtimdan seni ota-onangni, ustozlaringni kelib tabriklab o'tirish nasib qilsin. Qisqacha tabriklaymiz seni. Ustozlarim tarafidan ham ina sana sovg'alar, ko'p sovg'alar. Yaxshi o'q, yaxshimi bolam? Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, qadrli o'quvchilar. Mana bugun mana shunday bir sizlarni muvaffaqiyatlaringizni ko'rib, juda ham xursand bo'lib turibmiz. Mana shu maktabdan bizni tumanimizni faqat butun O'zbekistonimizda lider bo'ladigan bolalar yetishib chiqishi. Shu maqsadda mana maktab kutubxonamizda Otabek Hasanovning liderlar kitobini taqdim etamiz. Liderlar shu yerdan chiqsin, xudo xolasa. Sizlarning maktabdan chiqsin, shu tumanimiz rahbarlari, vazirlar, katta insonlar chiqishida tilakdoshmiz.